Alaykum aziz kuzatuvchilar. Xo'p, demak bundan oldingi videomiz kompyuter versiyasi edi. Hozir men sizlarga telefondan qanaqa qilib foydalanishni ko'rsataman. Googledan edugames.uz deb qidiramiz va kirganimizda shunaqa menyu ochiladi. Ochilganda demak chap taraf ana 3 ta nuqtani bosganimizda metodlar degan narsa bor. Ishchi varaqni bosamiz. Bizga qo'shishga doir misollar chiqarib berish uchun qo'shishni belgilaymiz yoki qo'shimcha ayirish, ko'paytirish amallari qatnashgan misollar kerak bo'lsa, bu amallarni belgilab olamiz va necha xonali son bo'lish kerakligini ham bu yerdan 3 xonali, 2 xonali sonlarni belgilab olib, nechta misol 10 ta, 15 tagacha, 25 tagacha demak tanlashimiz, belgilashimiz mumkin ekan. Xo'p, yaratishni bosamiz. Bosganimizda shunaqa demak misollarni chiqarib beradi. Xo'p, buni javoblarini ham ko'rishimiz mumkin, chop etish, saqlashimiz mumkin, PDF shaklida ham yuklab olishimiz mumkin. Yuklab olganimizda demak qanaqa ko'rinadi? Sizlarga o'z ko'rsataman. Mana shu holatda ko'rinadi mana. Buni bemalol sinfingizga demak chiqarib foydalanishingiz mumkin darslaringizda. Xo'p, bundan tashqari yana qanday imkoniyatlar bor? Crossword tuzish mumkin sun'iy intellekt yordamida. Mavzu yuzasidan demak qo'shimcha tarqatma material yaratishingiz mumkin. Metodlardan demak arqon tortish, guruhlash, random bilet metodlari hozirgi vaqtda mavjud va yaqin kunlarda qo'shimcha yangi funksiyalar albatta qo'shilib boriladi. Shu bilan to'xtab qolmaymiz. Bizni kuzatishni davom eting, obuna bo'ling, like, kommentariyani bosing.